Xiyonat qiladigan erkaklarning aksariyatining ayoli uy bekasidir. Shunaqa statistika. Va bunga 3 ta sabab bor. Birinchisi, erkak kishi bilasiz tabiatan ovchi va o'sha ayolni boshida uchib yurgan qushni ovlaganidan keyin, uni qafasga tiqqanidan keyin unda qiziqish qocha boshlaydi erkakda. Nega? Chunki qafasdagi qushni yana ovlashga ehtiyoj yo'q. Ikkinchisi, har bitta ayol qiz shahzodani orzu qilgani kabi erkaklar ham malikani orzu qilishadi. O'sha malikani topishadi hammadan ajralib turgan payt. Va uylanganidan keyin malikani obrazi xizmatkorga aylana boshlaydi va tabiiyki unga bo'lgan qiziqish so'na boshlaydi. Uchinchisi, bizni erkaklarni bolalikdan oq yuvib taraydigan, ovqat beradigan, har doim saranjom sarishta qilib qo'yadigan uydagi, oshxonadagi inson bu bizni onamiz bo'lgan. Va ong ostimizda o'zimiz bilmagan holda o'sha uyimizdagi ayol, uy bekasi bizga onamizni eslatadi. Bilasizmi, muammo uy bekasi bo'lishda emas, muammo faqat uy bekasi bo'lishda. Shu sababli olamingizni o'zingizga qaytaring.